bolajonlar. Hozir siz bilan jonli poyezd metodini o'ynaymiz. Ya'ni bu o'yinda shundan iborat o'yinimiz. Savol beriladi, savolga javob bergan o'quvchi orqada o'tadi, orqadagi vagonimiz esa birinchiga keladi. Agar javob berilmasa, poyezdimizda vagonimiz buziladi. Tushunarlimi? Demak, matematikaga oid boshlaymiz. 500 va 300 ning ayirmasi. 500 va 300, 2 3. Poyezdda buzildi vagonimiz. Tezlashamiz. 300 va 400 ning yig'indisi. 300 va 400 ning yig'indisi. 700 yashang. Tez. Oldinga silting. Hop. 900 va 300 ning ayirmasi. 700. 600. Yashang. Tez. Hop. 800 va 400 ning ayirmasi. Va 400 ning ayirmasi. 1. Yashang. Hop. 150 va 150 ning yig'indisi. Demak, o'yin tark etamiz. Tez vagonni o'zlamiz. Demak, 150 va 150 ning yig'indisi 307. Hop. 500 va 300 ning yig'indisi. 500 va 300 ning yig'indisi. Poyezdda vagonni tark etamiz. Tez. Hop. 600 va 200 ning yig'indisi. 800 yashang. Hop. 400 va 300 ning yig'indisi. 700 va 400 ning ayirmasi. 700 va 400 ning ayirmasi. 300. 500 va 200 ning yig'indisi. 700. Hop. 750 va 250 ning ayirmasi. 750 va 250 ning ayirmasi. 500 yashang. Hop. 900 va 450 ning ayirmasi. 900 va 450 ning ayirmasi. Yashang. 500 va 450 ning ayirmasi. Poyezdda tark etamiz. Tez. Hop. 800 va 150 ning ayirmasi. 800 va 150 ning ayirmasi. Sanlar talashamiz. 650. Yashang. Hop. 150 va 750 ning yig'indisi. 150 va 750 ning yig'indisi. 50 va 750 ning yig'indisi. 900 yashang. 900 va 450 ning ayirmasi. Tez. 450 yashang. Hop. Ikkita kuchlar teng bo'ldi. 400 va 400 ning ayirmasi. 0. Hop. 7 kare 7. 1 2 3. Tark etamiz o'yinni. 7 kare 7. Yashang. Demak, bu o'yinimizda Humoyun g'olib bo'ldi. Tabriklab qo'yamiz bolalar.